Hammaga Amerikadan salom. Yurili bugun sizlarni $3 degan magazinga olib boraman. Bu yerda hamma narsalar $1.25 boshlanib $7 sotiladi. Albatta ustimga skromniy yopiq kiyimlar kiyib oldim, chunki ko'chada ko'rgan amerikaliklar "Ani palonchini kelini, ani palonchini xotini shunaqa kiyinib yuribdimi" deb gapirmasin deb. Chalg'imaymiz qizlar, $3 ga qaytamiz. Shunaqa Amerikada bog' qilishni juda ham yaxshi ko'radi. Gullar ekishni, mevali daraxtchalar ekishni yaxshi ko'rishadi. Shu gardiniga qo'yish uchun bular dekorativ narsalar. Qaranglar qanaqangi chiroyli. Shu yerda ko'rib turgan hamma narsalar donaga $1.50 sotiladi. Nimaga aynan $3 ga keldim? Bir ikkita narsalar olishim kerak edi. Mana ko'rib turgan narsalaring korobkalar atigi $1.50 sotiladi. Boshqa marketlardan olsanglar qimmatroq. Shu yerdan выгодно. Amerikada Den Valentinga tayyorgarlik boshlanib ketgan. Shunaqa yurakchali, ayiqchalar, har xil narsalarni pushti va qizil rangliga chiqib ketgan. Yana qaysidir bayramdan qolib ketdim shekilli, shunaqa narsalar chiqibdi. Amerikada mushugi tug'ib qo'ysa ham bular bayram qilishadi. O'sha bayram uchun mana dekorativ narsalar, quyonchalar, har xil rangli tuxumchalar multfilmdagiga o'xshaydi, qaranglar. Amerikada bolalarning o'rni juda ham katta hayotda. Shunaqa narsalar sotib olishib, uylarini bezab, albatta ularning xursandchiligi uchun qilishadi hammasini. Qaranglar qanaqangi chiroyli narsalar chiqib ketgan. Sizlar ham bolalaringni rag'batlantirib turasizlarmi qilgan ishlari uchun? Albatta yozinglar. Shamlar uchun shunaqa podstavkalar, shag'amlari qaranglar, har xilidan bor. Idishlari juda ham chiroyli, bular hidlari zo'r. Lekin olish maslahat bermayman, chunki menga bittasini hidi juda ham yoqib qo'yib, uyga olib borganimdan keyin, yoqqanimdan keyin uyga hidi chiqmadi. Bu ham sham qizlar, idishini qaranglar, juda ham chiroyli. Ichidagi shamini ishlatib bo'lsanglar, idishini biron narsa solib qo'ysanglar bo'ladi. $3 dan oziq-ovqat sotiladi, lekin maslahat bermayman olib yeyishni. Har xil shirinliklardan tortib, oziq-ovqat, chipsilargacha ham bor. Narxi atiga $1.25. Tasavvur qilinglar, $1.25 ga shokolad beradimi? Maslahat bermayman lekin olishdi. Yana bu yerda shunaqa har xil otkritkalar bor. Rosa ham выгодно olish. Boshqa marketlarda ham bor, ozgina qimmatroq, lekin $3 dan olish juda ham выгодно deb o'ylayman. Xohlagan yozuvinglarda, xohlagan bayraminglarga topsanglar bo'ladi. Oranglarda rasm chizish yaxshi ko'rayotganlarim bormi? Qaranglar kraskalarni. Buni rasm chizish yaxshi ko'rganlar tushunadi. Juda ham zo'r assortiment katta ekan. Har xil rangsiz shaklchalar, hayvonlar shakli bor. Bolalaringga olib bersanglar, ustlarini bemalol o'zlari bo'yab, o'rgansa ham bo'ladi. Shu yerda ko'rib turgan har xil kraskalar, mana shunaqa zarlar ham donaga $1.25 dan sotiladi. Yaxshi ko'rgan joyimga yetib keldik. Faqatgina men emas, hamma qizlarning yaxshi ko'rgan narsalari zakolkalar bo'lsa kerak. Ko'rib turgan hamma zakolkalar $1.25. $3 dan olgan narsalarimiz raspakovka qilamiz. Birinchisi shunaqa duxovka o'chi ushlash uchun perchatkalar. Oldingi perchatkim lattaliyda tez kuyib qolaverdi. Buni qaranglar, zashtasi bor o'zini. Rangi juda ham chiroyli ekan. Atiga $4 turadi. Mana bitta farishtachalarim yaqinda 1 yoshga to'lishdi. Uyda fotosessiya qilmoqchiman, shuning uchun shunaqa sharlar oldim. 20 dona oppoqdan Happy Birthday degan yozuvchi. Keyik shaklidagi shar va 1 yosh raqamli shar oldim. Video rasmlarini qo'ya olmayman, chunki turmush o'rtog'im ruxsat bermaydilar. Qaranglar qanaqangi chiroyli narsalar, atiga $1.25 dan sotilyapti. Bu bo'lsa sharlar uchun spesialniy kleylar. Shunaqa одноразовый idishchalar oldim. O'zi havo almashtirib turadigan teshikchasi ham bor ekan. Farzandlarimga shunaqa qistirg'ich oldim, agar boshida tursa. O'zimga shunaqa zakolka oldim. Qaranglar, buni qanaqangi yoqimtoy chiroyligini. E'tibor bergan bo'lsanglar, ko'p narsalar moviy rangda. Moviy rangni o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Shunaqa zakolka bilan boya perchatka ham moviy rangda edi. Endi pikmi bo'lish uchun shunaqa sochlarni jingalak qilamiz. Jingalak qilish uchun shunaqa narsa oldim. O'zini yonida shunaqa yumshoqqina zakolkasi ham bor ekan. O'sha utuklardan, konuslardan foydalanmay qo'yganman, sochim kuydiryapti. Shuning uchun shunda qilib ko'raman. Keyin rezultatini aytaman sizlarga. Sizlarga bo'lsa boy raspakovkamiz tugadi. Albatta obuna bo'lib qo'yib, like bois esinglardan chiqmasin.